Psixologik salomatlik uchun 7 kun va 5-kunga yetib keldik. Bugun siz bilan ichki bolani davolash texnikasi haqida gaplashamiz. Nima uchun ichki bolani davolash texnikasi deb nomladik? Buni muayyan bir psixologik ilmiy asoslari bor. Psixologiyada tranzakt analiz degan, ya'ni Erik Bern tomonidan asos solingan shunday psixologik texnika bor, bir uslub bor desak ham bo'ladi, metod. Va unga ko'ra insonlar 3 ta rolga bo'linadi hayotda. 3 ta rolni ijro etadi deyiladi. Birinchi bola roli, ikkinchi ota-ona roli va uchinchi katta odam roli, voyaga yetgan, aqlini tanigan inson roli sifatida shunday 3 ta rolga bo'lib bergan Erik Bern va har bitta rol shunday insonni hayot tarziga aylanib qolishi mumkin. Tafakkur tarziga aylanib qolishi mumkin. Aynan bu 3 ta roldan ikkitasi destruktiv rollar hisoblanadi. Bu bola roli va ota-ona roli. Nima uchun destruktiv rol? Ularni xususiyati bilan tanishamiz. Bola roliga xos bo'lgan o'sha xususiyatlar bu hissiyotlarga beriluvchanlik, o'ynoqlik, qo'rquv, isyonkorlik, xafa bo'lishga moyillik, kek saqlash kabilar bilan ifodalanadigan bo'lsa, katta o'sha ota-ona rolini destruktivligi, ya'ni biroz salbiy xususiyat kasb etishi, bu qoidalar, qonunlarga haddan oshiq bo'ysunish va bo'ysundirish istagi, boshqalarni hukm qilishga moyillik va hamma narsani nazoratda saqlash. Hamma narsa men aytganimdek, men xohlaganimdek bo'lishi kerak. Hamma narsani men nazoratda ushlashim kerak degan tafakkur tarzi bo'lishi aynan shu bola va ota-ona rolini destruktiv xususiyat kasb etishiga sabab bo'ladi. Katta odam roli, uni asosiy tafakkur tarzi bu mantiqiylik, tahlil qiluvchilik, hozirgi holatga mos bo'la olish, hozirgi holatdan kelib chiqqan holatda qaror qabul qila olish, vaziyatlarni qabul qila olish, tahlil qila olish, ko'nika olish va hayotda hamma narsani ham inson o'zi nazoratda ushlay olmaslikni qabul qila olish yoki insonlar unga qaysidir vaziyatlarda yomon munosabatda bo'lishi mumkinligini qabul qila olish va shunday holatlardan haddan oshiq aytaylik afsus, alam, yoqimsiz hissiyotlar bilan chiqib ketmaslik bir potensialni uyg'otadigan adekvat va ratsional yaxshi stresslar nisbatan kamroq uchraydigan rol bu katta odam roli hisoblanadi. Xo'p, shundan kelib chiqqan holatda biz har doim iloji boricha o'zimizni o'sha katta odam rolida shakllantirishga, katta odam rolida gavdalantirishga harakat qilishimiz kerak. Va juda ham ko'p holatda biz katta odam rolida bo'lmaymiz, yo ota-ona yoki bola rolida bo'lib qolamiz. Bola rolida odatda nimadandir biz xafa bo'ldikmi, demak bo'ldi, o'sha vaziyatda biz bola rolida qolib ketdik degani. O'sha xafagarchilik bizni bundoq o'z nomiga tortib boradi. Yoki biz nimagadir haddan tashqari isyonkorlik bilan yondashyapmizmi, bu ham o'z navbatida bola roli. Chunki bolalik nima bilan shunday namoyon bo'ladi? Qo'rqadi, qo'rqqanligini oqibatida u shu narsaga hissiy qarshilik qiladida isyon qiladi. Isyonkorlik holati odatda insonda biladi kuchi yetmasligini, hamma narsani nazorat qilishga, biladi ta'sir qila olmasligiga, lekin ichki isyon, tug'yon uraveradi. Kattalar esa biladi nazorat, to'g'riroq ota-ona roli, biladi nazorat qila olmasligini, hamma narsani tizgin undamasligini biladi, lekin baribir hamma narsani bir hech bo'lmasa tasavvurida nazorat qilishga harakat qilaveradi va oqibatda o'zidagi stresslarni aynan o'sha isyonkorlik, aynan o'sha qo'rquvlar, aynan o'sha hukmlar, aynan o'sha hamma narsani nazorat qilish xohishi oqibatida insonda stresslar yuzaga keladi. Shundan kelib chiqqan holatda bir asosiy tavsiya sifatida beriladigan holat, agar siz shaxsiy rivojlanmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz ustingizda ishlamoqchi bo'lsangiz, psixologik muammolaringiz kamroq bo'lishini xohlasangiz, katta odam pozitsiyasida yashashni o'rganishingiz kerak. Ya'ni vaziyatlarni qabul qila olish, hamma narsani ham nazorat qila olmasligingiz
tan olishingiz kerak va bunga ko'nikishingiz kerak. Chunki hayotda real hamma narsani biz nazorat qila olmaymiz. Biz nazorat qila olmagan narsalarimizni nazorat qila olmaganimiz oqibatida stressga tushamiz. Keyingisi, biz xafa qilinmasligimiz kerak, xafa bo'lmasligimiz kerak bo'lgan vaziyatda bizni xafa qilishganlari oqibatida biz xafa bo'lganmiz va xafa qilinmasligim kerak edi, mani xafa qilishmasligi kerak edi, chunki man boladek beg'uborman degan dunyoqarash, fikr, tafakkur tarzi borligi uchun biz ortiqcha stresslarga tushamiz o'rtoqlar. Shundan kelib chiqqan holatda o'sha katta odam roliga o'tishimiz gohida bizda stresslarni o'sha zalvorini, og'irligini kamaytiradi. Aynan bugun o'sha bola roli bilan ozgina ishlashimiz mumkin. Buning uchun shunchaki o'zingizni o'sha kichkina bola sifatida tasavvur qiling. Kichkina bolaligingizdagi holatingizni tasavvur qiling. Sizni eng ko'p xafa qilgan narsalarni tasavvur qiling va o'sha nimalar sizni ko'proq xafa qilgan, o'sha xafa qilgan vaziyatda sizni qanday hissiyotlar bor edi? Qanday hissiyotlar sizga yashashga, intilishga yoki rivojlanishga, xursand bo'lishga, baxtni his qilishga xalal berar edi? Nimalar xafa qilar edi? Nimalar siz kayfiyatingizni buzar edi? Va shularni eslang va oldingizda o'zingizni o'sha kichkina sizni tasavvur qiling. O'sha o'tmishdan kichkinagina sizni olib keling-da, yoningizga qo'ying va uni tasavvurda shunchaki yaxshilab bag'ringizga bosing. Unga yaxshi, shirin fikrlarni, gaplarni bir tasavvurda ayting. Uni tushuning, uni qabul qilinganligini, uni tushunilganligini, u yaxshi ko'rilishini, uni aytaylik tushunilganligini, nima yaxshi fikrlaringiz bo'lsa hamma narsani unga ayting va uni qattiq bag'ringizga bosing tasavvurda. Va bu o'z navbatida balki sizdagi o'sha qachonlardir bolalik paytingizdagi qabul qilinmaganligingiz, xafa qilinganligingiz yoki siz qilgan isyonlar qattiq bostirilganligi kabi holatlarni yuzaga chiqarib, o'sha vaziyatni yengillashtirib, o'sha vaziyatlar hozirgi stresslaringizga sabab bo'layotgan bo'lsa, o'sha stresslarni ham biroz yengillashtirishga yordam berishi mumkin. O'zi bu texnika juda ham katta texnika, lekin mohiyatni tushunib oladigan bo'lsak, biz o'zimiz bilan o'zimiz ijobiy gaplashib, qayerda bola rolida bo'lib qolyapmiz, qayerda ota-ona rolida bo'lib qolyapmiz, shu narsani tahlil qilib, o'sha vaziyatdan chiqib, o'z navbatida o'sha katta odam roliga o'tishga bizga bir turtki, motivatsiya beradigan bir fikr, mulohazalar yuzaga kelishi asosiy bir mohiyat, sizga yetkazib bermoqchi bo'lgan mohiyatimiz. Shundan kelib chiqqan holatda bugungi berilgan fikrlarni albatta o'ylab ko'ring, o'zingiz ustingizda ishlash uchun bu texnikalardan, bu vositalardan, albatta shu fikr, mulohazalardan maksimal foydalaning. Va albatta post ostida berilayotgan matnli vazifalarni ham bajaring. Shunda siz haqiqatdan o'sha marafonni ta'sirini, ijobiy ta'sirini o'zingizda his qilishingiz mumkin.